Assalomu alaykum. Bugun 12 ayning 27-kuni dushanba. Çinçengo'nun zo'ravonlik davri oxirlashdi. Ya'ni Xi Jinpingning zo'ravon kuch bilan davlat boshqarish siyosatining mag'lub bo'lishi. Mushu ayning 25-kuni Xinhua agentligi tayinlash va xizmatdan qoldirish uqtirishni e'lon qilib, uqtirishda Çinçengo Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonining Partikom sekretari va Partikomning a'zolik vazifasidan qoldirildi. Yo'ldosh Ma Xingrui Xinjiang Uyg'ur avtonom rayon Partikom a'zoligiga va Partikomning vazifasini o'tashga va Partikomning sekretarligiga tayinlandi degan. Buningdan shuni bildikki, Xi Jinpingning zo'ravon kuch bilan xizmat qiladigan ishdi hamda Zozongtang deb nom olgan Çinçengo'ga faqatla 4 xatni so'qigan. Ya'ni boshqa vazifasi bor degan. Qonxo'r jallod Çinçengo aslida Xi Jinping va Xitoy markazining yuqori bahosiga erishishi kerak edi. Chunki Çinçengo Xi Jinpingga xizmat ko'rsatish uchun qonxo'r jallodlikda zo'r xizmatlarni ko'rsatgan. Lekin erishgan bahosi boshqa xizmatga tayinlandi degan. Çinçengo'dan burun yo'tkab ketilgan Zhang Chunqianmo mushundaq 4 xatga erishgan bo'lib, uningmi shundaq uqtirish kelib, boshqa vazifasi bor deb yo'tkab ketilgan. Ayni vaqtida Zhang Chunqian atalmış Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonining bosh sekretarlik vazifasini 6 yil o'tgan jarayonda Xi Jinping va Xi Jinpingning qo'llovchilari Zhang Chunqian Xinjiangda yumshoq qo'lliq siyosati ifodi, bundaq yumshoq qo'lliq siyosat bilan Xinjiangni idora qilsa, zo'r mag'lubiyatga uchraydi deb Zhang Chunqianning boshqa vazifasi bor deb atalmış Xinjiangdagi vazifasini qoldirib o'tgan. Endi bu solchi ideyasidagi Xi Jinpingning ishti Çinçengo'ga nim bo'ldi. Kuzatuvchilarning deyishicha, Çinçengo Xi Jinpingning ko'rsatgan yo'l yo'riqi bo'yicha Uyg'urlarga qattiq qo'lliq siyosatini yurgizib, Xi Jinping uchun zo'r xizmat va to'klarni yaratgan bo'lib, ehtimolga yaqin Xitoy Markaziy komitetining doimiy komitetlik a'zosiga o'stirilib, Xitoy siyosiy kengashining raisi bo'lib qilishi mumkin yoki bo'lmasa Xitoy Markaziy intizom komitetining, ya'ni Wang Qishanning xizmat o'rniga tayinlanib, Xi Jinpingning eng yaxshi maslahatchisi bo'lib, Xitoy ichidagi guruhlarni tanishib, butun Xitoy davlatini Çinçengo atalmış Xinjiangni idora qilganga o'xshash Xi Jinpingga o'zining xizmat tajribalarini o'rgatib, butun Xitoy davlatini atalmış Xinjiangdek idora qiladi ekan. Yana bir kuzatuvchilarningki ko'z qarashi bo'lsa, Çinçengo'ning xizmatini topshirib olgan yangi sekretar Zhang Chunqianning xizmat modelini qo'llanishi mumkin deb qaraydi ekan. Çinçengo'ni bu qitim xizmatidan jiddiy o'tkazib o'tishi normalmi deganda, bir qancha kun burunqi Xitoy organlaridan tarqalgan xabarlarga qaraganda, ya'ni 10-oyning 25-kundagi atalmış Xinjiangdagi Xitoy Kompartiya qurultayida yana qaytadan yangi bir turkum Xitoy rahbarlari saylangan. Shu partiya qurultayiga riyosatchilik qilgan Çinçengo yana qaytadan atalmış Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonining Partikom sekretarligiga saylangan. Uning oldida 2016-yildan 2021-yilga qadar 5 yillik sekretarlik vazifasini oxirlashtirgan bo'lib, ya'ni birinchi qarorlik sekretarlik vazifasini tugatgan. Shu 10-oyning 25-kundan boshlab xizmat huquq taqsimotlari jiddiy ilib berilgan. Çinçengo yanala o'zining vazifasida qolib qolgan. Bu demak, atalmış Xinjiangdagi vaziyatni yanala Çinçengo 5 yil davom qiladi degan gap. Xi Jinpingning talabimi Çinçengoni yanala davomli 5 yil atalmış Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonida qoldirib xizmatini davomlashtirish. Mana bu naq 2 oyning oldidagi vaziyatlar. Çinçengo ikkinchi qarorga qayta saylanib bo'lgandan keyin tuyuqsiz Çinçengoni vazifasidan qoldirib etish bu bir jiddiy ahvol. Amerika davlatining prezidenti Uyg'ur emgak qonuniga imzo atgan ishlarga munosabatlik bo'lishi mumkin. Yaqindan buyon atalmış Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonlik hukumat organlaridagi Xitoy amaldorlarining vazifaga tayinlanish ahvoliga qarasak, avtonom rayonlik doimiy komitetining intizom ishlariga mas'ul sekretari ismi Tian Shangli bo'lib, bu yil 5-oyda Fujian o'lkasidan yo'tkab kelingan. Aslida Fujian o'lkasining Maun o'lka raisi bo'lib ishlagan.
Yana birisining ismi bo'lsa Cheng Wei-jun bo'lib, Abdunur rayonluq doim komitetining ma'mur raisi. U aslida Wenzhou shahrining shaharlik partkom raisi bo'lib, bu yil 6-oyda yetkazib kelingan. Yana birisining ismi He Zhongyu bo'lib, umu doim komitetining a'zosi bo'lib, yana atalmış Uyg'ur Abdunur rayonining ma'mur partkom raisi bo'lib, u aslida Haynandao o'lkasining Haykou shahridagi partkom sekretari bo'lib, bu yil 10-oyda yetkazib kelingan. Yana birisining ismi Li Yifei bo'lib, atalmış Şinjan Uyghur Abdunur rayonining qurilish Bingtuanning siyosiy komissari bo'lib, u aslida Guizhou o'lkasining tashkilot komitetining boshlig'i bo'lib, bultur 5-oyda yetkazib kelinib, bu yil 7-oyda xizmatga tayinlangan. Yuqorida ismi atalganlar bu yil yaqinqi mezgilda Xitoy o'lkalaridan yetkazib kelinib, texi 2 oyning oldida atalmış Şinjan Uyghur Abdunur rayonining partkom organlariga tayinlanib, muhim vazifa olgan bo'lib, bularning kelgan yurti Zhejiang, Fujian, Guizhou qatorliq Xitoy o'lkalaridan kelgan. Yana bunda aytganda Xi Jinpingning ishonchlik odamlari. Shuningdan ko'rib olgani bo'ladi, Xi Jinping atalmış Xinjiangga zo'r strategik siyosat yapgan. Buningdan nimani ko'rib olgani bo'ladi deganda, Chingchengoning atrofida o'zi barpo qilgan ishonchlik odamlari qamidi degan gap. Xi Jinping bu yildan boshlab Chingchengodan ansirashga boshlagan. Yana bir jihatdan bo'lsa, Xi Jinpingga xalqaroning besimi bag'ansir oshgan. Xitoy hukumati atalmış Xinjiang masalasi kelganda zo'r badal to'lashga to'g'ri kelgan. Ya'ni kelib Uyg'ur masalasi Xitoy kommunist hukumatiga nisbatan endi zo'r javobgarlikka tortiladigan bir vaziyatga to'g'ri kelganligi uchun darhol Chingchengoni yetkazib etishga oldirgan. Chunki dunyoning vaziyati Xi Jinping uchun intayin xatarlik. Shunga Xi Jinping atalmış Xinjiang Uyg'ur Abdunur rayonining rahbarlarini bu yildan boshlab yetkazib, yangi rahbarlik organini paydo qilib, necha million lagerlarga qamalgan Uyg'urlarni qo'yib berishga to'g'ri kelgan. Hamda Xi Jinpingning beshiga kelayotgan baloyi qazodan qutulish uchun atalmış Xinjiangning vaziyatini jiddiy o'zgartirishga aldırgan. Bulupmu Amerika'nın prezidenti Joe Biden efendimning Uyg'ur emgak qonuniga imzo atganligi Xi Jinpingni jiddiyleştirib etgan. Uning ustiga Yevropa Birligi, Yaponiya qatorliq davlatlarmi inkas bildirib, Amerika davlatining bu yangi qonun loyihasini qo'llagan. Hamda atalmış Xinjiangdan ishlab chiqargan mahsulotlarga embargo yurgizsa qandoq bo'ladi? Buning misoli atalmış Xinjiangdan ishlab chiqargan paxta mahsulotlariga nuqtaliq jazo yurgizish. Xitoy hukumatining ishlab chiqargan mahsulotlarining 90%ning xom ashyosi vatanimizdan chiqqan paxta mahsulotidan keladi ekan. Xitoydan chet elga eksport qilgan har turli kiyim-kechaklar, hattoki kichik bolalarning o'yinchoqlaridan tortib paxta manbasidan keladi ekan. Bu demak, atalmış Xinjiangdan ishlab chiqargan mahsulotlarga embargo yurgizdi degan gapning o'zi butun Xitoy davlatining yirik sanoati faolash holatga tushdi ekan. Bu ahvol Xitoy hukumatini intayin alohsada qilib etibdi. Jiddiylashayotgan atalmış Xinjiang masalasi, Shangang masalasi Xi Jinpingni amalsiz keyniga chekindirgan. Atalmış Xinjiangga yurgizgan Xi Jinpingning qattiq qo'lliq zo'ravon siyosati mag'lubiyatga uchragan bo'lib, Xitoy davlatining hozirgi xalqarodagi siyosiy o'rni barg'ansiri chetga qiqilgan. Vatanimiz Uyg'uristonda inson qilipidan chiqqan jinoiy javobgarlikdan Xitoy hukumati qanday qutuladi? Xi Jinping hozirgi o'rinda o'tira olamdi. Uyg'urlar ustidan ilib borgan Chingchengoning irqi qirg'inchiligi butunlay Xi Jinpingning ko'rsatgan yo'li bo'yicha ilib berilgan. Millionlagan Uyg'urlar lagerlarga solangan, lagerlardagi Uyg'urlarni kontrol qilish uchun 200 mingdan ortiq soqchi harbiy askarlarni ishlatgan. Bundan boshqa lagerlardagi Uyg'urlarni kontrol qilish uchun orqa saf va turmlarga qaraydigan xizmatchilarni hisoblaganda umuman harakatlantirgan odamning soni 500 mingga yetgan. Lagerlardagi turma va har xil uskunlarning bahasi intayin qimmat bo'lib, lagerlarga ketadigan xarajatni Xi Jinping Xitoyning 19 o'lkasiga taqsim qilib bergan. Xitoyning 19 o'lkasi lagerlarga kerakli iqtisodiy chiqimlarga mas'ul bo'lgan. Masalan, Beijing shahri Xotan tarafdagi bir qancha nahiyalarga mas'ul bo'lgan. Jiangsu o'lkasi bo'lsa, vatanimizning G'ulji rayonlariga mas'ul bo'lgan. Henan o'lkasi bo'lsa, vatanimizning Qumul rayonlariga mas'ul bo'lgan. Mana mushuning o'xshash Xitoyning nurg'un o'lkalari
vatanimizga qurgan lagerlarga mas'ul bo'lgan. Ya'ni Uyg'urlarni yo'qotadigan lagerlarga mas'ul bo'lgan. Ya'ni ochiq qilib aytganda, iqtisodiy jihatda taraqqigan Xitoyning ishkir o'lkalari iqtisodiy jihatda milyonlagan Uyg'urlarni so'ligan lagerlarning mavjud bo'lishini qo'llab kelgan. Xi Jinpingning vahshiy siyosati chekidan ochgandan keyin Xitoy qarta xalqaro besim bargan siri kuchayib, natijada Uyg'ur emgak qonuni yo'lga qo'yilib, Xitoyni amalsiz holatga keltirgan. Bundaq bir vaziyatning paydo bo'lishi bir jihatdan xalqaro jamiyatning yestashligi bo'lsa, texmo mo'yin bo'g'ini Dünya Uyghur Qurultayının təşəbbüsü bilan qurilgan Londondagi Uyg'ur alaydı soti intayin cho'ng rol o'ynagan. Bo'libmi Uyg'ur alaydı sotida guvohlikdan o'tgan qahramon o'g'il qizlarimiz dunyoni ta'sirlantirgan. Mana bu Uyg'ur alaydı soti dunyoning tarixiy qomusiga yoziladi. Xi Jinping Qing Chuango va uning gumashdillari tizimga ilinib, xalqaro jinoiy sotiga tortish tizimligiga kirish oldida. Bular insoniyat jinoiy sotidan mangu qutlanmaydi. Dünya Uyghur Qurultayining tirishchanlik xizmatlari va Dünya Uyghur Qurultayi bilan hamkorlashgan Uyg'urlarning har qaysi guruhlarning xizmatlari bugungi dunyo vaziyatini yaratdi. Bir qancha yilning oldida Uyg'urlarning bayrog'ini ko'tarib, Shangan ko'chalarida namoyish qilgan Xitoylar chet eldagi Uyg'ur tashkilotlaridan o'rganganligini, mustabid Xitoy kommunist hokimiyatiga qarshi turish uchun qaytadan harakatga o'tmoqchi.